Assalomu alaykum aziz do'stlar va kanalimiz obunachilari. Bugun juda muhim, har birimizga taalluqli bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Yangi qonun kuchga kirdi va agar siz bu haqda to'liq ma'lumotga ega bo'lmasangiz, jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu nafaqat mol-mulkingizga, balki kelajakdagi rejalaringizga ham bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar hayotingizda katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Xo'sh, gap nimada? Aniqrog'i, O'zbekiston Respublikasida mulkchilikni ro'yxatdan o'tkazish va kasb xizmatlari ko'rsatish tartibiga oid yangi qonun kuchga kirdi. Ilgari ko'pchilik mulkini rasmiylashtirishda uzun navbatlar, bir necha idoralar o'rtasida sarson bo'lish, ortiqcha hujjatbozlik va noaniq muddatlar kabi qiyinchiliklarga duch kelardi. Bu holat ba'zan mulkdorlarning noroziligiga, ba'zan esa hatto korrupsiya holatlariga ham sabab bo'lardi. Masalan, bitta uy-joyni rasmiylashtirish uchun kamida 5-6 ta turli idoraga qatnashga to'g'ri kelardi. Kadastr, xonadonlarni ro'yxatga olish markazi, mahalliy hokimiyat, BTI va hokazo. Har bir bosqich o'z vaqtini, o'z tartibini talab qilar edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi qonun bu jarayonni sezilarli darajada soddalashtirishni, shaffoflikni oshirishni va fuqarolarga qulaylik yaratishni maqsad qilgan. Asosan yagona oyna tamoyili keng joriy etilmoqda va raqamlashtirishga katta e'tibor berilmoqda. Keling, endi eng muhim qismiga o'tamiz. Bu o'zgarishlar aynan kimlarga ta'sir qiladi va nimalarni bilishimiz kerak? Qonun asosan ko'chmas mulk obyektlari, ya'ni uy-joylar, yer uchastkalari, noturar joy binolari va inshootlariga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf etish bilan bog'liq bo'lgan barcha fuqarolar va yuridik shaxslarga tegishli. Oddiy qilib aytganda, agar siz uy sotib olmoqchi bo'lsangiz, sotmoqchi bo'lsangiz, hadya qilmoqchi bo'lsangiz, meros qilib olmoqchi bo'lsangiz yoki shunchaki mulkingizni qonuniylashtirmoqchi bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Kimlar ayniqsa xavotir olish kerak? Birinchidan, hali ham kadastr hujjatlari to'liq rasmiylashtirilmagan uy-joy yoki yer uchastkasiga ega bo'lganlar. Ko'pchilik uzoq yillar davomida bobo-buvisidan qolgan eski uyda yashab keladi, lekin hujjatlari yuzasidan to'liq tartibga solmagan bo'lishi mumkin. Ilgari bu kabi holatlar biroz nazardan chetda qolgan bo'lsa, endi qonuniy mulkchilikka ega bo'lmagan shaxslarga nisbatan choralar kuchaytirildi. Misol uchun tasavvur qiling, 7000 yoshli Omon amaki Toshkent viloyatida 1990 yillardan beri otasidan qolgan hovlida yashaydi. Uyning kadastr hujjatlari uning otasining nomida qolib ketgan, o'z nomiga o'tkazishni keyinga qoldirib kelgan. Yangi qonunga ko'ra, Omon amaki mulkchilik huquqini o'z nomiga o'tkazmaguncha mulk bilan bog'liq ba'zi operatsiyalarni amalga oshira olmaydi. Eng yomoni uzoq muddatda bu mulk davlat tasarrufiga o'tishi yoki unga nisbatan jarimalar qo'llanilishi mumkin. Bu kabi holatlarning oldini olish uchun zudlik bilan harakat qilish kerak. Ikkinchidan, yaqin kelajakda ko'chmas mulk oldi-sotdi shartnomalarini tuzishni rejalashtirayotganlar. Yangi qoidalar bitimlar tuzish tartibini soddalashtirgan bo'lsa-da, ba'zi talablarni kuchaytirdi. Masalan, barcha mulk obyektlari to'liq elektron ro'yxatdan o'tgan bo'lishi shart. Agar siz sotib olmoqchi bo'lgan kvartira eski kadastr bazasida qolib ketgan bo'lsa, avval uni yangi tizimga o'tkazish talab etiladi. Bu esa qo'shimcha vaqt va xarajatlarni talab qilishi mumkin. Aytaylik, yosh oila Farhod va Gulnora Toshkent shahrida ikkinchi qo'l kvartira sotib olmoqchi. Ular topgan kvartira eski qurilgan bino bo'lib, uning kadastr hujjatlari 2010 yilda rasmiylashtirilgan. Yangi qonunga ko'ra, oldi-sotdi shartnomasini notariusda tasdiqlashdan avval sotuvchi ushbu kvartiraning kadastr ma'lumotlarini yangi unifikatsiyalashgan elektron bazaga kiritishi shart. Bu jarayon ilgari bo'lmagan, endi esa bu majburiy. Bu jarayon 35 ish kuni va minimal 7000 so'm xarajatni talab qilishi mumkin. Bu albatta bitim muddatini biroz cho'zadi. Uchinchidan, qurilishi tugallanmagan yoki noqonuniy qurilish obyektlariga ega bo'lganlar. Ilgari bu kabi obyektlarni qonuniylashtirish juda qiyin va ko'p vaqt talab qiladigan jarayon edi. Yangi qonun buning uchun soddalashtirilgan mexanizmlarni taklif etadi. Ammo ma'lum bir muddatda amalga oshirilishi shart. Agar belgilangan muddatda noqonuniy qurilishni qonuniylashtirmasangiz, uzoq muddatda buzib tashlash to'g'risida qaror qabul qilinishi mumkin. Tasavvur qiling, tadbirkor Alisher aka o'z yer uchastkasida kichik sex qurgan, lekin qurilish ruxsatini olmagan va hujjatlarini rasmiylashtirmagan.
Eski qonunlarga ko'ra bu holatda uni qonuniylashtirish deyarli imkonsiz edi. Yangi qonun esa agar Alisher aka sexni qurishda shaharsozlik normalariga rioya qilgan bo'lsa va xavfsizlik talablariga javob bersa, soddalashtirilgan tartibda 2 oylik muddat ichida bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida jarima to'lab qonuniylashtirish imkoniyatini beradi. Bu yangi imkoniyat, lekin muddatni o'tkazib yubormaslik kerak. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Aslida to'liq kadastr hujjatlariga ega bo'lgan va mulki qonuniy rasmiylashtirilgan shaxslar uchun katta xavotirga o'rin yo'q. Chunki ularning mulki allaqachon davlat reyestrida mavjud. Faqatgina kelguda har qanday mulk bilan bog'liq harakatni amalga oshirishda sotish, hadya qilish, garovga qo'yish, yangi tartib qoidalarini bilishlari va ularga amal qilishlari talab etiladi. Masalan, sizning kvartirangizning kadastri 2022 yilda olingan bo'lsa, siz uchun hech qanday qo'shimcha harakat talab qilinmaydi. Shunchaki kelajakda elektron xizmatlardan foydalanish tartibini o'rganib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, aynan nimalar o'zgardi? Keling, raqamlar va aniq vaziyatlar bilan ko'rib chiqamiz. Elektron xizmatlarning kengayishi. Ilgari kadastr agentligiga murojaat qilish uchun shaxsan borish kerak edi. Hatto elektron xizmatlar bo'lsa ham ular to'liq ishlamasdi yoki ko'p joyda qog'oz hujjatlar talab qilinar edi. Endi esa mulkni ro'yxatdan o'tkazish, kadastr pasporti olish, mulk haqida ma'lumotnoma olish kabi xizmatlarning 90% yagona interaktiv davlat xizmatlari portali IDXP orqali to'liq onlayn tarzda amalga oshiriladi. Misol, ilgari kadastr pasportini olish uchun odam ertalabdan kadastr agentligi binosiga borib navbatda turardi. Arizani qo'lda to'ldirardi, hujjatlarni topshirardi va 10-15 ish kuni kutardi. Endi esa siz uydan turib kompyuter yoki smartfon orqali IDXP ga kirasiz, elektron raqamli imzongiz eri bilan identifikatsiyadan o'tasiz, kerakli xizmatni tanlaysiz, ma'lumotlarni kiritasiz. Hujjatlaringizni elektron shaklda yuklaysiz va davlat bo'yicha, masalan, avvalgi 0,1 bazaviy hisoblash miqdori o'rniga hozir 0,5 bazaviy hisoblash miqdori to'laysiz. Hammasi bo'lib 3-5 ish kuni ichida elektron kadastr pasportingiz eri bilan tasdiqlangan holda shaxsiy kabinetingizga keladi. Bu esa avvalgi 10-15 kunlik muddatni deyarli 3 barobarga qisqartirdi va sizning vaqtingizni sezilarli tejadi. 2. Muddat va narxlar. Kadastr xizmatlari ko'rsatish muddatlari sezilarli darajada qisqardi. Masalan, uy-joyga egalik huquqini ro'yxatdan o'tkazish muddati ilgari 7 ish kunigacha bo'lishi mumkin edi. Endi esa 3 ish kundan oshmaydi. Ayrim holatlarda, masalan, oddiy ma'lumotnoma olish 1 kun ichida hal bo'ladi. Davlat bojlari ham qayta ko'rib chiqildi va ba'zi xizmatlar uchun pasaytirildi. Misol, yangi qurilgan xonadonni ro'yxatdan o'tkazish ilgamda 5 ish kuni va 0,5 BHM bazaviy hisoblash miqdorida davlat boji talab qilar edi. Endi esa bu jarayon 3 ish kunigacha qisqartirildi va davlat boji 0,3 BHM ni tashkil qiladi. Bu degani siz nafaqat tezroq natijaga erishasiz, balki 0,2 BHM taxminan 36 so'm, BHM 330 so'm deb hisoblasak tejaysiz. Notarial bitimlarning soddalashuvi. Endi notariuslar ko'chmas mulk bilan bog'liq bitimlarni rasmiylashtirishda bevosita kadastr agentligi elektron bazasidan ma'lumot oladi va sizdan ortiqcha qog'oz talab qilmaydi. Shuningdek, notariusda bitim tasdiqlangandan so'ng mulk huquqini davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayoni avtomatik tarzda boshlanadi va sizning ishtirokingizsiz yakunlanadi. Misol, avvallari kvartira oldi sotdi shartnomasini notariusda sotuvchi va xaridor rasmiylashtirgandan so'ng sotuvchi mulk huquqini o'tkazish uchun alohida ariza yozishi va kutishi kerak edi. Bu yana bir necha kun va qo'shimcha xarajatlarni talab qilardi. Yangi tartibga ko'ra notariusda imzolangan shartnoma avtomatik ravishda kadastr bazasiga yuboriladi va ish kuni ichida mulkdorlik huquqi yangi egalik egasiga o'tkaziladi. Bu xizmat uchun qo'shimcha to'lov talab qilinmaydi. Tasavvur qiling, siz 300 million so'mlik kvartira sotib olyapsiz. Notariusda barcha hujjatlarni imzolab 2 million so'm notarius to'lovini to'laysiz va bir kun ichida sizning nomingizga o'tganini bilasiz. Ilgari bu jarayon uchun siz yana 200 ming so'm to'lashingiz va 305 kun kutishingiz kerak edi. Bu ham vaqtni ham pulni tejash demakdir. Mulkning yagona reyestri. Barcha ko'chmas mulk obyektlari yagona elektron reyestrda jamlangan. Bu shaffoflikni ta'minlaydi va mulk bilan bog'liq firibgarliklarning oldini oladi. Endi siz mulk haqidagi
barcha ma'lumotlarni onlayn tarzda tekshirishingiz mumkin. Misol, siz qaysidir mulkni sotib olmoqchisiz, lekin uning qonuniyligi, garovda emasligi yoki boshqa yuklamalar yo'qligiga ishonchingiz komil emas. Avvallari buni tekshirish qiyin edi. Ba'zan faqat notarius orqali bilish mumkin edi. Endi esa IDXP orqali mulkning kadastr raqamini kiritib, uning holati, kimga tegishlilik kiritib, uning holati, kimga tegishligi, garovda emasligi va boshqa cheklovlar bor yo'qligi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu xizmat uchun davlat boji minimal darajada, masalan, Norin BHM belgilangan bo'lib, uning yordamida siz millionlab so'mlik xatolardan saqlanib qolishingiz mumkin. Birgina tekshiruv sizni erta yoki kech sodir bo'lishi mumkin bo'lgan himoya qiladi. Har qanday yangi qonun kabi bu qoidalarning ham o'z istisnolari, tuzoqlari va unchalik aniq bo'lmagan nuanslari bor. Ularni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. Istisnolar birinchidan bog' va tomorqa yerlariga oid ayrim masalalar. Yangi qonun asosan turar va noturar joy obyektlari hamda ularning ostidagi yer uchastkalariga qaratilgan. Ammo shaxsiy tomorqa yerlari yoki dehqon xo'jaliklari yerlariga oid ro'yxatdan o'tkazish tartibi ba'zi hollarda alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinishi mumkin. Ya'ni, agar sizda faqatgina qishloq xo'jaligi yer uchastkasi bo'lsa, uning ro'yxatdan o'tkazish tartibi biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Hozircha asosiy o'zgarishlar shahar va tuman markazlaridagi ko'chmas mulkka taalluqlidir. Ikkinchidan, uzoq muddatli ijara shartnomalari. Ba'zi mulk turlari uchun, masalan, davlat mulkidagi binolarning uzoq muddatli ijarasi alohida tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin umuman olganda shaxsiy mulkni ijaraga berishda yangi qonun bevosita ta'sir ko'rsatmaydi. Ammo ijara shartnomasini davlat reyestrida ro'yxatdan o'tkazish majburiy bo'lishi mumkin. Tuzoqlar va nuanslar elektron tizimga to'liq o'tmagan eski hujjatlar. Yangi qonun elektron tizimni majburiy qilsa-da, eskirgan qog'oz hujjatlar bazasi to'liq raqamlashtirilmagan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda elektron xizmat orqali murojaat qilganingizda tizim sizdan qo'shimcha ma'lumot yoki qog'oz nusxalarini taqdim etishni so'rashi mumkin. Bu jarayonni biroz cho'zishi mumkin. Masalan, sizning uyingizga tegishli hujjatlar 1995 yilda BT tomonidan berilgan bo'lsa, elektron tizim ularni to'liq taniy olmasligi mumkin. Bu holda siz kadastr agentligiga shaxsan borib, o'sha hujjatlarning asl nusxalarini ko'rsatishingiz va ularni elektron bazaga kiritishni so'rashingiz kerak bo'ladi. Bu bir martalik, lekin muhim harakat. 2. Mulkdagi o'zgarishlar. Agar siz mulkingizda rekonstruksiya, qayta qurish, qo'shimcha bino qurish kabi o'zgarishlar qilgan bo'lsangiz va bu o'zgarishlarni o'z vaqtida rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, yangi qoidalar siz uchun biroz murakkablik tug'dirishi mumkin. Avval barcha o'zgartirishlarni qonuniylashtirish talab etiladi. Keyin yangi qoidalar bo'yicha rasmiylashtiriladi. Ayniqsa, ruxsatnomasi qilingan qurilishlar uchun jarimalar qo'llanilishi mumkin. Misol uchun siz hovlingizga ikkinchi qavat qurdingiz, lekin buni kadastr idorasida ro'yxatdan o'tkazmadingiz. Endi bu mulkni sota olmaysiz. Avval siz kadastr agentligiga murojaat qilib, qo'shimcha qurilgan qavatni qonuniylashtirishingiz kerak bo'ladi. Bu esa qo'shimcha texnik inventarizatsiya o'tkazishni, agar barcha me'yorlarga rioya qilingan bo'lsa, ma'lum miqdorda jarima to'lashni va yangi kadastr pasportini olishni talab qiladi. Jarima miqdori obyektning hajmiga va joylashuviga qarab bazaviy hisoblash miqdoridan 5 bazaviy hisoblash miqdorigacha bo'lishi mumkin. 3. Yagona elektron imzoning yirik ahamiyati. Ko'pgina elektron xizmatlardan foydalanish uchun talab qilinadi. Agar sizda bo'lmasa, uni olish uchun davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu mutlaqo majburiy qadam bo'lib, unga e'tiborsizlik qilish elektron xizmatlardan foydalana olmasligingizga olib keladi. Olish uchun pasport va TIN kerak bo'ladi. Narxi Dolkurmin BHM atrofida va ish kuni ichida tayyor bo'ladi. 4. Chekka hududlardagi internet bilan bog'liq muammolar. Garchi qonun raqamlashtirishga urg'u bersa-da, ba'zi chekka qishloq joylarida internet bilan bog'liq muammolar yoki fuqarolarning kompyuter savodxonligi yetishmasligi elektron xizmatlardan foydalanishga to'siq bo'lishi mumkin. Bunday hollarda davlat xizmatlari markazlari orqali yordam olishingiz yoki yaqinlaringizdan yordam so'rashingiz tavsiya etiladi. Davlat xizmatlari markazlarida elektron xizmatlardan foydalanish uchun maxsus operatorlar mavjud. Endi esa eng muhim qism nima qilish kerak? Qaysi amaliy qadamlarni tashlashingiz lozim? Men sizga aniq yo'l yo'riqlar beraman. Mulk hujjatlaringizni ko'rib chiqing.
avvalo o'zingizning mulkingizga tegishli barcha hujjatlarni, kadastr pasporti, mulkchilik huquqini tasdiqlovchi hujjat, uy kitobi va hokazo ko'zdan kechiring. Ularning haqiqiy va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar qog'oz hujjatlar eski bo'lsa va elektron variantda mavjud emasligidan shubhalansangiz, quyidagi qadamlarga o'ting. 2. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida my.gov.uz ro'yxatdan o'ting. Agar sizda hali shaxsiy kabinet bo'lmasa, zudlik bilan ro'yxatdan o'ting. Buning uchun sizga pasport ma'lumotlari kerak bo'ladi. O'ting, elektron raqamli imzo eri oling. Agar sizda hali eri bo'lmasa, davlat xizmatlari markaziga pasportingiz va tin istir bilan murojaat qiling. Eri olish narxi taxminan bo'lib bazaviy hisoblash miqdori 3.000 so'm atrofida va ish kuni ichida tayyor bo'ladi. Sizga ko'pgina davlat xizmatlaridan onlayn foydalanish imkoniyatini beradi. 4. Mulk haqida ma'lumotnoma so'rang. IDXP, my.gov.uz orqali ko'chmas mulk obyekti to'g'risida ma'lumot olish xizmatini tanlang. O'zingizning mulkingizning kadastr raqamini kiriting. Agar bilmasangiz, mulk manzili orqali qidirishingiz mumkin. Bu xizmat orqali mulkingizning elektron reyestrda mavjudligi, uning agar mavjud bo'lsa, qanday cheklovlar, garov, hibs va hokazo borligi haqida ma'lumot olasiz. Bu xizmat uchun to'lov minimal, taxminan $5 am. Agar mulk elektron bazada mavjud bo'lmasa yoki ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, kadastr agentligi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Barcha qog'oz hujjatlaringizni, kadastr starti, egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, pasport nusxasi o'zingiz bilan oling. Arizani to'ldirib, mulk ma'lumotlarini elektron bazaga kiritish yoki mavjud ma'lumotlardagi xatolarni tuzatishni so'rang. Bu jarayon ma'lum bir muddatni, odatda 5-7 ish kuni va texnik inventarizatsiya talab qilishi mumkin. Bu xizmat uchun davlat boji mavjud bo'ladi. Uning miqdori obyekt turiga va ish hajmiga bog'liq, lekin odatda 0.000 BHM dan 0.5 BHM gacha bo'lishi mumkin. Noqonuniy qurilishlarni qonuniylashtirish bo'yicha. Agar sizda ruxsatsiz qurilgan inshootlar bo'lsa, zudlik bilan kadastr agentligi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Ular sizga qanday hujjatlar kerakligini va qanday tartibda qonuniylashtirish mumkinligini tushuntiradilar. Ko'pincha bu texnik xulosa olish, belgilangan jarima to'lash va yangi kadastr pasporti olishni talab qiladi. Muddatga e'tibor bering, chunki belgilangan muddatdan keyin jarimalar miqdori oshishi yoki buzish to'g'risida qaror qabul qilinishi mumkin. 7. Savollaringiz bo'lsa, mutaxassislarga murojaat qiling. Agar sizda biror narsa aniq bo'lmasa yoki vaziyatingiz murakkab bo'lsa, kadastr agentligining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Ularning rasmiy veb saytlarida raqamlar mavjud yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Ularda maslahatchilar bor. Hech qanday shubhali vositachilarga murojaat qilmang. Chunki bu ortiqcha xarajatlarga va hatto firibgarliklarga olib kelishi mumkin. Rasmiy kanallardan foydalaning. Unutmang, bu qadamlar sizning mulkingizni himoya qilish, kelajakda muammolarni oldini olish va yangi qonun bergan imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun juda muhimdir. Xulosa qilib aytganda, yangi qonun mulkchilikni ro'yxatdan o'tkazish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirib, shaffoflikni oshirib, fuqarolarga ko'proq qulayliklar yaratdi. Elektron xizmatlar, qisqargan muddatlar va arzonlashgan davlat bojlari orqali endi mulk bilan bog'liq ishlarni hal qilish ancha osonlashdi. Lekin bu o'zgarishlardan to'g'ri foydalanish va potensial tuzoqlardan saqlanish uchun xabardor bo'lish juda muhim. Sizdan talab qilinadigan o'z hujjatlaringizni tartibga solish, era olish va elektron xizmatlardan faol foydalanish. O'ylaymanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. Siz bu yangi qonun haqida nima deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling.